bir kun shunaqa voqea bo'lganki, Madinaga bordik. Payg'ambarimizning masjidlariga, Masjid Nabaviyga bordik. Ravzaga kirishlik uchun navbatda turibmiz. Shu turganimizda bir kishi Masjid Nabaviy hovlisida devorning tagida tasbih o'girgan holatda o'tiribdi. U kishini oldilariga borishga harakat qildik, lekin zikrda bo'lganligi uchun xalaqit qilmaslik uchun bormadim. Ravzaga kirdik, chiqdik. Ertasi kuni kirdim. Yana o'sha yerda o'tiribdi u kishi. Va undan keyingi kun yana kirdik. U kishi hali ham masjid hovlisida, ya'ni ravzaga ham kirishgani yo'q, masjid ichiga ham kirishgani yo'q. Hayron bo'ldim. Va atrofda yonlarida shogirdlari bor ekan. Ular u kishiga taom berib, suv berib qarab turishgan. So'ngra ularning oldiga bordimda so'radim. Shayx nimaga kirishmayapti masjidga yoki ravzaga? Ular shunaqa deyishdiki, shayx shunday qilishadiki, payg'ambarimizga har kuni salovat aytishadi. Madinaga ilk kelganlardan beri salovat aytib o'tirishibdi. Qachonki u kishini tushlariga payg'ambarimiz kirib, o'zlarini huzurlariga chorlamagunlariga qadar salovatda bardavom bo'lishadi. Va ertasi kuni ko'rdim, u kishi u yerda yo'q. Bildimki, payg'ambarimiz tushlariga kirishibdi va u kishini huzurlariga chaqirishibdi va ravzaga kirishibdi. Va shogirdlardan so'radim. Haqiqatda mana shu narsa bo'lganligini tasdiqlashdi. Bundan nima olamiz biz? Ya'ni Madina Munavvaraga borsak, ravzaga kirishlik uchun ko'pchilik oshiqadi. Avvalo u yerga kirishlikka loyiqmizmi yoki yo'qmi? Payg'ambarimizga yetarlicha muhabbatimiz bormi yo'qmi? Payg'ambarimizning sunnatlariga yetarlicha amal qila olyapmizmi yoki yo'qmi? Va u zotning huzurlariga borishga biz o'zi asli loyiqmizmi yoki yo'qmi degan narsani fikrladim. Mana shu meni ta'sirlantirdi juda.